Dunyoga mashhur tarixiy asarlar orasida Nikolay Albertovich Kun qalamiga mansub Qadimgi Yunoniston afsona va rivoyatlari asari ham munosib o'rin egallagan. Ushbu nodir kitobda antik davrning afsonaviy qahramonlari hayoti yorqin tasvirlangan. Xususan, buyuk kuch sohibi Gerakl, jasorat timsoli bo'lgan Yunon argonavtlari, Troya jangchilari hamda dono va sarguzashtlarga boy hayot egasi. Odissey haqidagi qissalar har bir kitobxon qalbini o'ziga rom etadi. Asrlar osha yashab kelayotgan bu afsona va rivoyatlar turli davr va elat vakillarini birdek qiziqtirib kelgani bejiz emas. Chunki ularda mardlik, sadoqat, aql, zakovat va matonat ulug'lanadi. Qadimgi Yunon olami qahramonlari haqidagi ushbu bebaho asar mohir tarjimon Qodir Mirmuhamedov tomonidan o'zbek tiliga go'zal tarzda tarjima qilingan bo'lib, kitobning jozibasini yanada oshirgan. Mazkur kitob nafaqat tarix va qadim adabiyot ixlosmandlari uchun, balki sarguzasht va afsonalarni sevuvchi barcha kitobxonlar uchun qimmatli tuhfa bo'la oladi. Aziz kitobsevarlar, siz ham qadimgi Yunon olamining sirli va hayratomuz dunyosiga sayohat qilishni istasangiz, Qadimgi Yunoniston afsona va rivoyatlari kitobini mutolaa qiling. Kitob o'qing, tafakkuringizni boyiting.